Qadrdonlar, mana bu firmamiz konteynerda listidan bo'lyapti. Polni listdan bo'lgan. Mana qalinligi 1.7 list. Ancha baquvvat chiqyapti. Svarkalari bo'lgan. Mana ichi ham o'sha turga to'r o'zidan bo'lyapti. Korpusi ham turga to'rda o'zidan bo'lyapti. Qadrdonlar, bu hozir 12 metr joy uchun tayyorlangan firma. 12 metr. Endi bu turga to'rdan bo'lgani uchun hozirgi kunda 1 metri 120 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Ya'ni 12 metr, 10 metr joylar uchun bezustun turaveradi, qadrdonlar. Mana choklariga plankalar qo'yilgan, mana kichkinaroq bo'lsa ham. Endi naveslar uchun bularni orasini 1 metrdan 120 shunaqa qo'yib, ustiga tunuka yopib bemalol tomni bekitsa bo'ladi. Bu ham ajoyib material. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Endi buni hozir firmani olganmiz, buni narigi tarafi ham bor. Ya'ni bu bir tomon bo'lsa, turga to'rdan bo'lyapti. Bu 12 metr bo'lsa, mana buyimiz mana 15 metrli firma. Endi buni materiali biroz boshqacharoq, qadrdonlar. Mana shu firmamiz davom. Endi bunimizni materialiga keladigan bo'lsak, ichi turga to'rda o'zidan bo'lyapti. Ya'ni turga to'r profilni o'zi, tashqarisi bo'lsa, mana korpusi 5 ga to'r materialdan. 5 ga to'r sababi turga to'r bilan mana ancha farqi bor, kattaroq. Bu tomoni to'r. Mana shu joyi to'r bo'ladi, bu tarafi 5 bo'ladi. Ya'ni yuk ko'tarish uchun moslangan. Bu 5 ga to'rimiz mana stenkasi ancha yaxshi. Bu ham 1.8 ham chiqadi, 2.2 ham chiqadi. Endi konteynerda qanaqa kompaniyadan chiqqan bo'lsa, qanaqa material qo'ygan bo'lsa, shunaqa chiqadi. Har xil material kelib qoladi. Bunimiz 15 metrli firma. Mana hali bitgan yo'q, svarka qilinmagan. Bu yerda svarka qilinib, albatta plankalar qo'yiladi. Hozir 15 metrga 12 metr joyda yopish uchun mana bu yerda qo'shimchasi bilan qo'yib ketyapmiz. Etga olib borib ulaganda muammo bo'lsa, o'sha muammo bo'lmasligi uchun qilingan ortiqchasi bilan yasab beryapmiz. Ustalarga, etga yopadigan akalarga qiyinchilik bo'lmasin degan maqsadda. Bo'lib 5 ga to'r variantida bo'lyapti. Mana ko'rib turganlaringdek. Qadrdonlar, 5 ga to'r bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari yana 6 ga to'r variantimiz ham bor. 6 ga to'r metri 140 mingga chiqadi. Buniki hozirgi kunda 130 ming so'mga tayyor bo'lib turgan bo'lsa, 6 ga to'r bilan 5 ga 5 variantimiz bor. Ya'ni 5 ga 5 qanaqa desangiz, mana bu 5 ga 5 bo'ladi. Bu bilan mana teng, lekin anchagina kattaroq bo'ladi bu. Bu yog'i ham 5. Buni ham materiali o'sha holatda chiqqan mana. 4 stenka, ya'ni 2.2, 1.8, 1.7 shunaqa chiqib qoladi. Agar bu 5 ga 5 dan bo'ladigan bo'lsa, 140 ming so'mga tayyor bo'ladi. 6 ga to'rdan polni, hamma yeri 6 ga to'r bo'lsa 140 ming so'm. 5 ga to'r ichi to'rga to'r bo'lsa 130 ming so'mga bo'lyapti. 5 ga to'r ichi ham 5 ga to'r bo'lsa 135 ming so'm. Chunki ko'p raznica qilmaydi. Lista ketishiga qarab narxi o'zgarib, mana profildan narx chiqadi o'zi. Qadrdonlar, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tom yopish, naveslar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib bemalol so'raverasizlar. Hisoblab tashlab beraveramiz. Borib o'lchab kelib, o'zimiz yasab, olib borib o'rnatib, yopib berish xizmatimiz ham bor. Yana kraska sepish xizmatimiz ham bor. Keyingi videomiz xudo xolasa mana shu konteynerda shvellerini o'zidan mana bunaqa firma bo'ladi, kattaroq
joylar uchun ko'z ustun qilinadigan firmalar shu haqida gaplashamiz, xudo xolasa.